Agarda bularga jichcha sovutish sistemalarini qilsanglar, o'sha aytganimizdek sut bo'yicha chempionlari Goldstein Fries. Simentalni endi hamma biladi. 8 bosh Goldstein Fries zotli va 3 bosh Simental va Simentalni mana orqa pachkalari ham, bular ham 5 oy 6 oylik bo'g'oz. Bilgani biladi deydi. Kimga shunaqa toza qonlilari kerak bo'lsa, yoshlaridan ham mavjud. Xuddi shu mana shu simentallarimizni mana 6 oylik, 7 oylik variantlaridan mavjud. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bizni kuzatib borayotgan aziz hamyurtlar, bugun mana Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasidan, Oztagani fermasidan bo'g'oz 8 bosh Goldstein Fries zotli va 3 bosh Simental va bularni barchasi bo'g'ozidan so'raganlarga shunaqalardan bor, xudo xolisi. Bugun 14-may bo'ldi. Hafta kuniga payshanba 2026-yil. O'ta katta Simental so'raganlarga shunaqalardan bor. Xudo xolisi 4,5-5 oylik bo'g'ozidan va mana bunday Goldstein Fries asosan sut yo'nalishi chempionlari bo'lgan, bo'ylari 170 atrofida, 160 plus bo'lgan o'ta gigant. Birinchi qoringa, ikkinchi qoringa bo'g'oz variantlarimizdan mavjud. Zotiga 100 talik fermadan, to'qolidan, g'urraboshidan deganlariga kelib, ko'rib, oyoqlarini, holatini hamma ma'lumotlarini olishlari mumkin. Ferma eshiklari ochiq xaridorlar uchun. Xaridor bo'lmagani qiziqishga kelib ham ko'rishinglar mumkin. Mana yoshroq Simental deganlariga mana yoshlaridan. Ikkita bor yoshidan, bittasi sal gigantrog'idan bor. Simentalni mana orqa pachkalari ham, bular ham 5 oy 6 oylik bo'g'oz. Mana bu 8 ta Goldstein Frieslarimiz 6 oydan 8 oylikgacha bo'g'ozlari bor. Mana mollarning holati o'ta go'zalidan deganlariga shunaqalardan kelgan. Mana so'zga holatlari yelin sop qolganidan qorakalar mana. Tushungani tushunadi, bilgani biladi deydi. Kimga shunaqa toza qonlilari kerak bo'lsa, fermamizga kelgan shunaqalardan. Ana oyoqlari sog', baquvvat, 100 talik zotga. Mollarni yeb ichishi, sog'lig'i, holati hammasiga javob beriladi. Xudo xolasa sog'lom, emlangan, olib borasiz, boqasiz. Mana kattalari bor, xudo xolasa yaqin bo'g'ozlari bor. Mana yelon holatlari. Bo'ylari ko'pi deyarli bir xil. O'sha aytganimizdek 160 plus minus holatda. Lekin yoshidan olaman desa, mana ikkinchi qo'ramizda xuddi shularni mana yoshlaridan ham mavjud. Xuddi shu mana shu simentallarimizni mana 6 oylik, 7 oylik variantlaridan mavjud. Bularning hammasi zotga xunajin. Bola olaman deganiga bu qo'radagi mollarimiz ham mavjud. Xo'p, bularning narxi boshqa. Mana bu ko'rib turgan Goldstein 8 dan narxi boshqa va mana bu uchala Simentalning narxlari boshqa bo'ladi. Videoni kuzatib boring. Xudo xolasa narxlarni aytib o'tamiz. Ko'pchilik kommentariy yozyapti, tezroq narxini ayting deb. Narxini aytib qo'yamiz, lekin oladigan odam uchun ma'lumotlari ham qiziq. Faqat narxini eshitib qo'ymaysiz-da, buni ko'rgandan keyin oladigan odam onlayn olishi mumkin. Может, Rossiyadan ko'rib turib savdo qiladiganlar bor. Shularga biz molni ko'rsatishimiz kerak. Mana pachkalari. O'ta semizlan deganlariga
Xudo xolasa yaqin bo'g'ozidan keladiganlariga mana so'zga holatlari. Simentalni ko'ryapsizlar. Simentalni tug'ilgan bolasi 20 milliondan 23 millionga doğru qo'yyapmiz. Ha, endi sizga mana qoraka Xudo xolasa yosh bo'g'ozidan o'sha qonida bolasi bor edi. Xudo xolasa sutni ham zo'r beradi. Shunaqa. Mana mollarni faqat kelib tomosha qiladigan, qoraka Xudo xolasa kelib maza qilib ishqibozi uchun ko'radi, maza qiladi Xudo xolasa. Kelib ko'rib va maza qiladigan mollar kelgan. Mollar mana issiqda jichcha qiylanib qolyapti. Bularni olinglar. Yangi kelgan birinchilardan bo'lib ko'ryapsizlar. Salqin joylarga qo'yinglar, mollar o'zgarishini ko'rasiz. Mana yelin solganlar. Mana yaqin bo'g'ozlari. Mana yaqin bo'g'ozlari. Mana shu holatda mollar. Bular o'sha aytganimizdek mana joylari ham sharoitlari zo'r emas. Agarda bularga jichcha sovutish sistemalarini qilsalar, o'sha aytganimizdek sut bo'yicha chempionlari Goldstein Fries. Simentalni endi hamma biladi. Bularni maqtashga hojati yo'q. Ko'pchilik xalqimiz suyib olyapti Simentalni. Bolasini ham 20 milliondan oshiq olyapti, ketyapti, sotilyapti. Bu turishini qarang bularni. Mashalloh deb yozib qo'yinglar, niyat qilganlar. Ikkita boqmang, bitta boqing, to'rtta hashaki boqmang, mana shundan ikkita boqing, qoraka Xudo xolasa 25 ta, 30 ta, 35 ta sut berib tursa-chi, o'sha to'rtta hashakini pulini sarflasangiz ham, masalan, to'rtta hashakini, o'tini, hashakini yegan taqdirda ham o'sha to'rttadan zo'r rezultat berib tursa, bolasini 20 million, 22 milliondan sotib tursangiz bulardi. Kimga yoqmaydi? O'shaning uchun zot ishqibozlari, zotga mol boqadiganlar faqat shu yo'nalishga o'tgandan keyin qaytmaydi. Faqat dagansa shu yo'nalishda ketadi. Xo'p, mana shu ko'rib turgan Goldstein Fries zotli mollarimiz, aytdi bittasi qolib ketibdi. Buni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, eng kattalaridan ekan. Mashalloh, simentallar ham katta turibdi bu. Trivazni 700 kilo atrofida keladi. Mana holatlarini ko'ring. Niyat qilganlar bormi? Alloh yetkazsin niyat qilganlarga. Xo'p. Mana bu simentallarga narx aytamiz. Mana shu eng kattasiga 66 million xayri bor deyilyapti. Xudo xolasa bu simental 4 oylikdan ortiqroq bo'g'ozda ham 4,5 oylik deyilyapti. 4 oylikka olgan taqdiringizda ham yo 4 oylik yo 5 oylik bo'g'ozda kelib o'zi qilib ko'rib olinaveradi. Mana o'sha qonundan ham bilinyapti. Kavshanib turganda 66 million xayri bor. Bu eng qimmati. Bu eng giganti bo'lgani uchun eng baland narx aytildi. Lekin shunaqa simentallar, shunaqa tonnaga yaqin simentallar 75 milliondan ham qo'yilyapti. Lekin bizda sotiladigani, olinadigan. Lekin xayri bor, aytilgan narxlarda xayri bor. Mana oyoqlari ham baquvvatida. Yana ikkita simentalimiz bor. Bular 59 milliondan xayri bor. Bular ham bo'g'oz. Mana ikkita yoshi. Mana shu va ikkinchisi mana bu simental 59 milliondan xayri bor. Qolgan 8 ta Goldstein Fries zotli bo'g'ozlarimiz 6 oydan 8 oylik atrofidagi bo'g'ozlarga 50 million so'mdan 62 millionga doğru narx aytilyapti. Ba'zilari birinchi qorin, ba'zilari ikkinchi qorin. Endi jussasi kattalari bor, yoshroqlari bor.
Shunga qarab kelasiz yoki-da masalan sizga shu yoqdimi skrinshot qilib tashlaysiz, narx aytiladi. Biz mollarni iloji boricha birma-bir ko'rsatdik. Mana shu yoqdimi skrinshot qilib tashlaysiz, narx aytiladi, xudo xolisa. Uzoqroq masofadan keladiganlar uchun, lekin narx aytilganda ham xayri bor. Bozor qilib, savdolashib, o'ziga yoqqan narxlarni aytib, xudo xolisa baraka topadigan qilib olaverasizlar. 50 milliondan 62 millionga doğru bo'lgan Goldstein Fries bo'g'ozlari bor. Hammasi bo'g'oz bular. Xo'p, yoshlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Yosh partiyani qo'rasiga o'tamiz endi. Mana yoshlardan, ko'chatlardan so'raganlarga. Shunaqalari bor. Dam olib yotgan. Kichik variantlari bular. O'sha aytganimizdek 6 oydan 7 oylikka doğru. Shuning uchun bu yerda ham mollar asosan shakarot, har xil, katta, kichik va zotlari ham har xil. Lekin mana shunaqa chiroylilardan mavjud. Xo'p, bular 27 milliondan 34 million 500 millionga doğru bo'lgan yosh xunajinlar partiyasi. Xolasiz keling, yoshidan oling. Xolasiz keling, tayyor bo'g'ozidan oling. Xunajin desiz, xunajin, bo'g'oz desiz, bo'g'ozdan bor. Va hozir hamma zotli molimiz mavjud. Qo'ldan kelgancha mollarni ko'rsatdik. Lakasi tashlash beradi, pastda nomerlar qoldiramiz. Bizning xizmatimizga like bosishni unutmanglar. Azizlar, sizlar uchun fermadan 100 talik zot bo'lgan. Sizlar nima molga qiziqsanglar, ana shu mollardan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana yosh ko'chatlar, g'urra bosh to'qolida deganlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mollarimiz serob, ichkarida sut emdilar ham mavjud. Kim nima qidirsa topadigan joyida. Sizlar bilan Vodiy Chorva kanali bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashdi, like bosib, tanishlarga jo'natishni unutmanglar. Podpiska bo'lmaganlar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Birinchi bo'lib bizdan chiqadi videolar. O'tgan safar qo'ygan Daniya mollarimiz 4 ta edi. O'shalar ham bir kunga qolmay sotildi. Birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Xudo xolasa, Alloh nasib qilgan bo'lsa, bittadan niyat qilib kelib, ikkitani olib ketasiz. Allohga oson. Alloh hammanglarni ana shunday halol biznes bilan shug'ullanishga va barakali kasb qilib, ana shuni orqasidan Xudo xolasa zo'r foydalar ko'rishga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.